O'xsharmikin, o'xshamasmikin, qila olarmikinman, qila olmasmikinman, nima farqi bor? Balki kelajagini bila olmaysiz. Qo'lingizda bitta narsa bor xolos, harakat. Faqatgina harakatni boshqarasiz. Oxirgi natija sizning qo'lingizda bo'lmaydi hech qachon. Bizning ko'pchilik odam juda ham ajoyib o'ylaydi, natijaga bog'lanib qolgan. Tam chiqib olib kimdir ringda kalta yesa, misol uchun, kalta yedi to'dasida, u erkakga o'xshab quladi jang. Qo'ldan kelganini qildi. Gar men qo'limdan kelganini qilib turib, nokautga uchrab, yuzim bilan yerga yotib qolgan bo'lsam, men o'zimdan g'ururlanardim. Chunki oxirigacha bordim o'sha maqsadim uchun. Va o'xshamadi. Masala nimada? Masala shundaki, faqatgina harakatda siz boshqarasiz. Boshqa hech narsani boshqara olmaysiz. Ming harakat qilganingiz bilan boshqa odamlar fikrini ham boshqara olmaysiz, taqdirni ham boshqara olmaysiz, kelajakka hech qanaqasiga ta'sir qila olmaysiz. Po faktu. Natija sizdan emas, barakat sizdan emas, harakat sizdan.